Men To'rayev Rustam Toshmahatovich mana shu Sug'urta Semish mas'uliyati cheklangan jamiyatida 7 yildan beri savdo bo'limida faoliyat yuritib kelmoqdaman. Bizning korxonamiz 2016-yil iyul oyida tashkil topgan bo'lib, semish panlarini ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi. Hozirgi kunda semish panlarimiz asosiy xom ashyolarni respublikamizda ishlab chiqariladigan korxonalardan mahsulotlarni olamiz. Ya'ni bu deganim bazalt mahsulotlarini hozirgi mana shu yil o'zimizda viloyatimizda ochilgan Ayraton mahallasida ochilgan bazalt ishlab chiqaradigan zavoddan mahsulotlarni olamiz. Metallarni oladigan bo'lsak, metallarni shartnoma asosida Samarqand Aziya metallurgiya zavodidan mahsulotlarni olamiz. Semish panellariga ishlatiladigan yana xom ashyolar, kiley mahsulotlarini, penoplast mahsulotlarini ham Toshkent shahridan olib keltiramiz. Mahsulotlarimiz asosan 2 xil mahsulot bo'lib, o'zimizning milliy sanoat zonalarimizda keng foydalanayotgani sababli ichki bozorlarda juda kam qurilish mahsulotlari ishlab chiqariladi. Semish panellari o'zi asosiy yengil konstruksiya mahsulot bo'lib, tez bituvchi mahsulot hisoblanadi. Ekologik toza mahsulot hisoblanadi. Bu nafaqat inson salomatligi, balki atrof muhitga ham hech qanaqa zarar yetkazmaydi. Zavodimiz 7 oy mobaynida 120 ming kvadratdan ortiq mahsulot ishlab chiqardik, ya'ni bu 30 milliarddan oshiq mahsulot ishlab chiqardik va o'sha ishlab chiqarilgan mahsulotlarimiz hozirgi o'zimizda respublikamizdagi, viloyatimizdagi qurilish mahsulotlariga buyurtma asosida yetkazib berganmiz. 2027-yilda korxonamiz sonini ko'paytirib, yana 3 taga ko'paytirib, qurilish mahsulotlari ishlab chiqaradigan, ya'ni 12 million AQSh miqdorida qo'shimcha investitsiya kiritib, zavodimizni kengaytirmoqchimiz va bunda ham ishchi xodimlarimiz 200 nafardan oshadigan ishchi xodimlarni ish bilan ta'minlaymiz. Avvalambor mana shu fursatdan foydalanib, Sug'urta Semish mas'uliyati cheklangan jamiyati xodimlari nomidan, o'zim nomimdan mana shu yaqinlashib kelayotgan mustaqilligimizning 35 yillik bayrami bilan butun O'zbekiston xalqini shu bayram bilan tabriklayman.